Sizga bitta savolda 69 mingga planlasan 4 xonali yevro remont qilingan kvartira chiqsa agar sotuvga 97 kvadratli bo'lsa agar olarmidingiz? Bu kvartiramiz Sagjanada joylashgan, mana shunaqa kattagina mehmonxonasi bor. Ko'rishlaringizdek uголок qo'yilgan, konditsioner bor. Devor patolog полностью atachenta qilingan, gilam pardalar qilingan, televizor o'rnatilgan. Ana endi keling boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana shunaqa kattagina prixoja bor. Asosiy kirib kelishimiz eshigi prixoja mebel qilganlar. Mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasiga ham ahamiyat bering. Hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan do'stlar. Asosiysi kvartiramizni kadastri bor. Bir kunda ishda xalos qilib olishingiz mumkin. Bu yer esa bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Mana shunaqa chiroyli ikkita kravat, shifoner o'rnatilgan do'stlar. Ana endi mana bu yerda yana bitta xonani ko'ramiz. Bu yerda yana qo'shimcha xona qilingan. Xohlasangiz bolalar yotoqxonasi qiling, xohlasangiz ofis qilinglar. Bu yer esa bizlarda sanuzul bo'lyapti. Sanuzulimiz ham chiroyligina, kattagina ofisi bo'lyapti. Va mana bu yerda bizlarda oshxona joylashgan. Oshxonamizda kuxonniy garnitura, gazovый plita, вытяжка, rakovina, стиральный mashinka, холодильник hammasi o'rnatilgan do'stlar. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar pastki nomer telefonni qoldiramiz, telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Ko'rishguncha